Akalar, Arg'amon rayonimizda Chekavod tomonidan To'lako'l mahallasidan 10-brigaddan 10 sotili uyimiz chiqib qoldi. Ko'ryapsizlar, bu tomonda mana kottejlar solingan, tashqari tomon fasadlari uje trementin qilib qo'ysangiz bo'ldi, qo'rg'on devorlar o'ralgan. Mana bu tomonda mana qilib mana qo'shni tomonda pinavt qo'yilgan, qo'shni tomon urilsa bo'ldi ekan. Bu tomonda mana kottejni ko'ryapsizlar. Shu o'g'lari bitgan. Mana balkonlar bor. Balkonga ikkinchi etajdan chiqishingiz bo'ladi. Hozir qani sizlarga ichkaridan kirib ko'rsataman. Bu joyimizda maktab, bog'chalar hammasi yaqin ekan. Bog'cha bu tarafda ekan, maktabimiz bu tarafda. Hamma joy yaqin. Masjidgacha, mana shu uygacha kelguncha yo'llar asfalt. Mana kirganimizda ko'rasiz, lesensiyalar bu qarang, yog'ochlar qarang, baquvvat bo'lgan, pollar qoqilgan. Pollar qoqilgan. Bu xonadonni tashqari bu tomondan ham xud bor. Tashqari buni ham ko'rsatamiz. Pollar qarang, yog'ochlar. Baquvvat yog'ochdan bo'lgan ekan. Mana qarang, ikkinchi etaj. Pastda ham to'rxona bor. Tepada ham to'rxona bor. Chiqqanimizda bu yerda mana TV zona qilasizmi, bolalar bilan o'tirib choy ichadigan joy qilasizmi? Bu tomonimizda bitta zal joylashgan. Bu tomonlari mana spalni qilib qo'ysangiz bo'laveradi. Boy ko'chada ko'rsatgan balkonimizga bu tomondan chiqaverasiz. Tashqarida, ya'ni tola tomonga mana pinnamitda betonlar qilib zabor qilib qo'ygan, shunday naves qilasiz va o'zingizga moslasiz. 10 sot akalar, kottejda qarang, trementinni qilasiz, ichkari отделкаларni qilasiz. Mana bu uyda past tomoni podval, boyagi ichkari tomonda kuxnyamiz va tashqari tomondan eshigi bor. Ko'mir, pomir bu narsalari, mana bitta unni pechkani qo'yib qo'yib, qish kunida. Endi bu uyni olganingizdan keyin, chekda olganingizdan keyin uy solaman demaysiz, ko'radi tayyor uylar bilan bu videoni maksimal darajada uy olmoqchi bo'lgan tanishlarga tarqatasiz. Bizning kanalga podpiskaga qo'ysangiz, Arg'amon rayonida shunaqa yangiliklar ko'rib turaverasiz. Egasini nomerini past tomonga joylab qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, pullari договорный deyapti. Bemalol srojniy aloqaga chiqib, bu videoda uy olmoqchi bo'lgan do'stingizga tez jo'natib qo'yasizlar.